Yer yuzida hozir necha millionlagan masjidlar bor, to'g'rimi? O'shalarning otasi kim? O'shalarning birinchisi kim desa, mana shu 4 ta minoralik oq masjid turgan Qubo masjidi bo'ladi. Mana shu joy bir paytlari o'sha keksa Kulsum bin Hadim degan sahobaning hurma quritadigan hovlisining joyi bo'lgan. Mana shu joyiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan birinchi g'ishni, ikkinchi g'ishni Hazrati Abu Bakr, uchinchisini Hazrati Umar, to'rtinchisini Hazrati Osmon qo'yib, birinchi masjidga asos solingan. Mana shu masjid insoniyatning otasi Odam alayhissalom bo'lsa, masjidlarning islom tarixidagi otasi, bobosi, birinchisi, ilki mana shu masjid Qubo masjidi bo'ladi. Ya'ni savol berasiz, payg'ambarimizning masjididan ham avval mana shu masjid qurilganmi? Ha, shu masjid qurilgan. Mana shu masjid qurilgan. Alloh taolo bu masjidni juda ham qattiq yaxshi ko'rgan. Shunday yaxshi ko'rganki, hech bitta masjidni Qur'onda madh qilmagan-u, lekin mana shu masjidni bir sifati bilan maqtab Qur'ondan oyat nozil qilgan. Nima deb nozil qilgan? La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Birinchi kunidanoq taqvolik ustiga qurilgan masjiddir degan. Buni ikkinchi nomi nima ekan? Taqvo masjidi. Poy devori taqvodan bo'lgan masjid deyiladi.